qarasam shu kunlari hamma tabiat qo'yniga chiqishyapti. Hamma piknik qilib qayerlarga deb borishyapti. Men ham ularni ko'rdim deb kuyib ketdim. Meni ham qo'limdan keladi piknik qilish. Meni ham qo'limdan keladi tabiat qo'yniga chiqish dedim-da. Qishloqqa katta xolamni uyiga bordim. Qarasam orqasi to'la bog', o'rik daraxtlar ekan. G'o'ralar tiqilib yotibdi. Voy bu g'o'ralarni ko'pligini maza qilib qarchillatib tuzga botirib yeyman deb yuriyasam, oyog'im tagida bir narsa g'imradi. Voy ilon, qo'rqib ketdim. Keyin o'zimni ilonligim esimga tushib ketdi-da, o'zingni bos Shahlo deya ishda davom ettirdim. Bir pasda litopni g'o'raga to'ldirib tashladim, maza qilib berdim. Qarilar maza, shunaqa ishtaha ochar. Hozir shunaqa zo'r narsa tayyorlayman, ko'rasizlar. Zo'r bo'ladi. Suvda qarilar sharillashini, g'o'ralarni yuvib yubordim. Voy bittasi tushib ketdi. Mana endi o'zimga shunaqa chiroyli joy tanladim-da, to'shaklarni soldim. Mazza qilaman, tabiat qo'ynida salqin, dasturxonlarni soldim. Ichiga bosib qo'yamiz, o'tlar tutib tashlabdi. G'o'ralarni qo'ydim, tuz, qoshiq, pichoqlarni qo'ydim. Ana endi ishni boshlaymiz. G'o'ralarni hammasini maydalab to'g'rab chiqdim. To'g'rayotganda og'zlaridan suvlarim oqib ketdi. Mana qarilar tayyor. Chiroyli qilib to'g'rabman qarilar. Ana endi qurtobni maydaladik. O'zi buni kelichada maydalash kerak edi, lekin bu yerda kelicha yo'qligi uchun men pichoqni ila chavaqlab tashladim. Ana tuzlarni sochamiz, aralashtiramiz. Shunaqa chiroyli, shunaqa zo'r, shunaqa mazali narsa paydo bo'ldi. Endi buni tezroq yeyish kerak. Joylashib o'tirib olamizda va bismillahir-rahmonir-rahim deb yeyishni boshlaymiz. Qani bo'lmasa, oldik. Mazza. Bunaqasini bilmaganman. Shunaqa mazali. Voy buni g'achiragan ovozini aytmaysizlarmi? G'archi-g'urchi bo'lib ovozlar kelyapti. Shunaqa g'achiragan sari yeyapman. Hech ham to'ymayapman. Shunaqa mazali. Og'izga yoqadigan. Voy g'achirashlaringdan. Yegan sari yegim keladi. Bunaqasini bilmaganman. Voy. Bo'ldi endi. Hoy, bo'ldi. O'zimizni bosamiz. Bo'ldi, uyat bo'ladi. Voy xudoga shukr to'ydi. Qani endi bahor haqida shunaqa chiroyli she'r yozgim kelyapti. Ilhom desayu qani endi bahor to'g'risida. Bahor keldi, gul ochildi, nur sochildi. Voy, axir bu mening she'rim emas-ku. Uyat. O'zim boshqatdan yozishim kerak. Nima desam ekan? Nima deb yozay? Ilhom ham yo'q-ku. Ilhomga ham bo'riga qo'shib berib qo'ygan shekilli. O'ylash kerak. Nima deb yozsam ekan? O'yla Shahlo. Miyamga g'o'radan boshqa narsa kelmayapti. Yana bitta yozsam balkim kelar Ilhom. Achopat, bahonani qaranglar. Bahor to'g'risida. Nima deb yozsam ekan? Qo'limdan keladi. Yoz Shahlo, o'yla top. Kelyapti. Bahor ochildi gullar. Bu muqimlik g'azali-ku axir. Menga nima bo'lyapti? Ilhom kelmayapti. Nima deb yozishni bilmayapman. Shunaqa chiroyli she'r yozgim kelyapti. Nima deb qo'ydim? Yana bitta yesam energiya keladi. Voy uyatsiz, yana yeyapti. Bo'ldi, yetar uyat. Yaxshiroq o'ylaymiz. Ilhomga chaqiramiz. Balkim Ilhomga ham g'o'ra beramiz. Topdim. Hozir yaxshilab joylashib oling. Aytib beraman. Sochlaringni o'ynab chiroyli turibdimi? Yaxshimi? Boshladim. Noming aytsam, vujudimda his-hayajon. Qayda bo'lsam, talpinaman senga tomon. Muhabbatim oshib borar quchog'ingda, sendek vatan topolmayman, kezib jahon. Seni hech bir chamanlarga alishmasman, jon Andijon.